Qurolga aka, Damas oldi kalotkali bormi? Bor aka. Hozir bizada aksiya ketyapti. Bitta kalotka olgan odamga 90 ming so'm, 3 ta kalotka olgan odamga 300 ming so'm. Tushunmadim. Donasi 90 mingmi? Ha? 3 ta olsam 300 ming. Nima? Matematikaga ham to'g'ri kelmayapti, aka. Hozir sen beraman. Bo'ldi aka, bitta bering. Ana aka. Mana kalotkangiz. Bo'ldi. Aka, rahmat. Endi yana bitta bering, aka. Hop. Ana aka. Rahmat. Yana bitta bering, aka. Hop aka. Mana. Mana olmayapsiz. Ay, shuni. Ana kalotkangiz. 1 2 3. Bo'ldi. Okey, rahmat. Sog' bo'ling. Hop aka, ketdiring. 1 2 3. 3tasini 300 ming deydi. 270 ming oldim. Biznesmen tojini. O'zicha yedirimni bo'ylayapti. 270 ming bo'lishini men ham yaxshi bilaman. Bitta olaman degan odamga 3 ta sotib yubordim. Keyingisi